Xo'p, bu darsimizda endi har bir harfning qanday o'qilishi haqida ma'lumot berib boraman. Xo'p, asosan endi koreys tilida birinchi harf sifatida har doim K harfidan boshlanadi hamma joyda. Xo'p, K harfi so'z boshida qanday o'qiladi, so'z oxirida qanday o'qiladi, ikki unli o'rtasida qanday o'qilishi haqida qo'llanmada hammasini tanishtirib o'taman. Demak, qo'llanmadan tashqari sizlarga tavsiya qilamanki, saytimiz bor. winfacademy.org saytiga kirsak, tepada kurslarimizga bo'lsak, koreys tiliga kiradigan bo'lsak, demak saytimizda masalan mana bu koreys tili demak bu o'qish bo'yicha demak barcha qoidalar mavjud. Har bir harf qanday o'qilishi haqida juda ham to'liq ma'lumotlar mavjud. Xo'p, bundan tashqari masalan yana bir narsa mavjudki, demak keyinchalik agar koreyscha o'qilishni mashq qilaman desanglar, o'zingizlar mana bu yerga koreyscha harfni yozib o'qishinglar mumkin bo'ladi. Buni ham hozir misol sifatida ko'rsatib ketaman. Demak, sayt qo'llanmaga qaytadigan bo'lsak, xo'p, koreys tilida ba'zi harflar, masalan ko'rib turibsizlarki, K, T, P, S, Ch harflari so'z boshida mana shunday talaffuz qilinyapti, lekin ikki unli o'rtasida yoki mana bunday ba'zi harflardan keyin esa ko'ryapsizlarki, tovushlari o'zgaryapti. Bu nima ekan desak, bu koreys tilidagi asosiy qoidalar hisoblanadi. Xo'p, K harfidan boshlaymiz endi. Vaqtni cho'zmaymiz. Masalan, K harfimiz so'z boshida demak K, ikki unli orasida yoki M, N, L harflaridan keyin, mana bu harflardan keyin G deb o'qiladi. Bu harflarning hammasini hozir talaffuzini, yozilishini eslab qola olmasak ham, hozircha bilib qo'yganimiz yaxshi va mana shu harflarni ham o'rganganimizda, mana shu harflar bilan K harfi kelganida, demak keyingi safar K harfini qanday talaffuz qilishni bilamiz, chunki qoidani yodlagan bo'lamiz. Shuning uchun har bitta o'rganilayotgan qoidani yoddan bilishinglar shart boshida. Xo'p, keladigan bo'lsak, masalan, K harfini o'zi qanday yasaladi desak, qoida bo'yicha bu harfimiz chapdan o'ngga bitta chiziq va tepadan pastga tortiladi. Bu harfni o'zi K. Hech qachon koreys tilida undosh harfning o'zi kelmaydi. Yonida yoki tagida bitta unli harf bilan kelishi shart. Demak, biz hozir yonida bitta A harfidan foydalanamiz, K so'zi. Xo'p, bu yerda ko'ryapmizki, qanday talaffuz qilinyapti ekan? K A deb talaffuz qilinyapti. Endi yoniga K uni qo'shadigan bo'lsak, ikkinchi holatda esa bu yerda endi K Gu ga aylanyapti. Nima uchun Gu ga aylanyapti? Chunki qoida esingizda bo'lsa, ikki unli o'rtasida, demak, U deb G deb o'qiladi. Mana bu yerda demak birinchisidagi K harfimiz oddiy so'z boshida kelgani uchun har doim K deb talaffuz qilinishi tabiiy, lekin bu yerdagi K harfimiz mana bu A va mana bu U harflaridan keyin mana shu harflarning o'rtasida kelgani uchun G deb talaffuz qilinyapti. Bu qoida, aniq qoida. Yana bitta misol, endi qoidada ko'rdinglarki, mana bu harflardan keyin kelsa, masalan mana bu kamgi so'zini olamiz. M, N, L harflaridan keyin kelgan holatlarda ham demak bu harfimiz G deb o'qiladi. Masalan, so'z boshida tabiiyki K harfi K deb talaffuz qilinadi, K, lekin pachimda endi bizda M harfi kelyapti. O'zi yozilishi mana bunday. M harfi kelyapti pachimda va undan keyin yana K harfi endi I bilan kelyapti. Demak, bu yerda K deb talaffuz qilinadi, bu yerda A harfi kelyapti. Bu yerda pachimda esa M, kam. Bu yerda K, I kelyapti, lekin M harfi bilan I harfining o'rtasida kelyapti. Asosan endi qoida bo'yicha nima edi? M harfidan keyin kelsa G deb o'qilish kerak edi, tushundingmi? Bu yerda esa o'qilish qanday bo'lyapti? Kam, Gi deb o'qilyapti. Demak, bu yerda M harfidan keyin kelgani uchun G deb talaffuz qilinyapti. Xo'p, keyingi harfimizga o'tamiz endi. Mana bu yerda T harfi. T harfimiz mana bunday yoziladi, chapdan o'ngga, tepadan pastga va yana chapdan o'ngga. Bu harfimiz ham hech qachon o'zi kelmaydi, albatta bitta unli bilan keladi. Ta A unlisini yana yordamga olamiz. Demak, ta deb talaffuz qilinar ekan bu yerda. T A. Endi xuddi K harfiga o'xshab bu harfimiz ham ikki unli o'rtasida yoki mana bu harf M, N, G harflaridan keyin kelsa, demak nima deb talaffuz qilinar ekan? D deb talaffuz qilinar ekan. Bunga misol bitta P harfi orqali yana bitta so'zni yasab olish uchun P harfini yordamga olamiz. P
pa so'zi, ya'ni pa keyingi bo'g'inimizda kelayotgan t harfimizdan keyin endi yana a harfi kelyapti va bu yerda pada deb talaffuz qilinyapti. Nima uchun pada deb talaffuz qilinyapti bu yerda? Nima uchun mana bu t'miz oddiy t emas, d deb talaffuz qilinyapti? Sababi ikki unli o'rtasida kelyapti, ikkita a o'rtasida kelyapti. Shuning uchun demak pada deb talaffuz qilinyapti. Boshqa misolimizda ko'radigan bo'lsak, masalan, ch harfi, ch, i, m, yana t harfidan keyin endi e kelyapti. Bu yerda esa harfimiz qanday talaffuz qilinadi? Chi, m, de. Chimde deb talaffuz qilinadi. Nima uchun? Sababi qoida bo'yicha m harfidan keyin kelsa, t harfimiz d deb talaffuz qilinadi. D. Shuning uchun bu yerda chimde deb talaffuz qilinyapti. Xo'p, saytimizga qaytadigan bo'lsak, eslatib o'taman, bosh sahifaga o'tib, koreys tiliga o'tib va koreys tilimizning birinchi darsida yuqorida koreyscha o'qilishi, yozilishlarining ham mashqlari bor albatta. O'qilishiga kiradigan bo'lsak, mana shu yerda sinab ko'ramiz. Masalan, chimde so'zini oladigan bo'lsak, tagidan o'qilishini chiqazib berdi. Mana chimde deb chiqazib berdi. Buni nima uchun yaratganman sizlarga? O'zim ham aynan mana shu qiyinchilikdan o'tganman vaqtida. Koreys tilining harflarini o'rganganimda, masalan, koreyscha so'zlarni internetdan topardimda, kichkinagina Nokia telefonining ekranida yoki kitoblardan qarardimda, so'zlashgich kitoblardan, slovarlardan qarardimda, o'zimcha o'qib ko'rardim, lekin ishonchim komil emasdi. To'g'ri o'qiyapmanmi, yo'qmi? Shuni menga o'rgatadigan ustozim yonimda bo'la olmaydi har safar. Shuning uchun o'sha paytda mana shu yordamchiga, mana shu kabi yordamga ehtiyoj sezilgani uchun, demak, hozir o'zim sizlar uchun mana shu programmani shaxsan o'zim yozganman. Bu programmamizda demak, koreys tilidagi barcha grammatik qoidalar asosida har bir harfimiz qayerda qanday kelishiga qarab, qanday talaffuz qilinishini asoslangan qoidalari bor. Shu qoidalar asosida men ham programma yaratganman va shu saytimizda nimadir yozadigan bo'lsanglar, demak, sizlarga mana shu demak yozilishini, o'qilishini chiqazib beradi. Tez kunlarda bitta Telegram botni ham qo'shib qo'yaman saytimga. Demak, Telegram botdan ham xuddi shunday bir xil usulda foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, yana bir narsa. Xo'p, bu narsani ChatGPT dan so'rasak nima bo'ladi? ChatGPT bor-ku bizda desak, yo'q, ChatGPT ga beradigan bo'lsak, masalan, chimdeni to'g'ri talaffuz qilib berishi mumkin. Bu so'z o'zbekchada qanday talaffuz qilinadi deb so'rasak, bizga to'g'ri chimde deb to'g'ri talaffuz qilib beryapti hozir kichkina so'z bilan. Lekin ertaga katta narsani o'qimoqchi bo'lib so'rasalar, masalan, Hanguk Suktam deb qidirsak, shularni ichida bittasini olaylikda, ChatGPTga berib, buni ham desak, xo'p, buni bizga Kanan Mari Govaya Onan Mari Kopta. Xuddi shuni biz agar saytimizga olib kirib beradigan bo'lsak, ko'ryapsizlarki, bizda qanday chiqazib beryapti. Natijani olib bo'lmadi. Internet yaxshi ishlamayotganidan bo'lishi mumkin. Yangilaveramiz. Hop, nega ishlamayapti? Mikovaya Onan Mari Kopta bersak, endi chiqazib berar mana. Kanan Mari Kovaya Onan Mari Kopta deb. Aynan mana shunday o'qilish tabiiy va to'g'ri, lekin ChatGPT bizga qanday chiqazib beryapti? O'qib ko'rsanglar, Kanin Mari Govaya deyapti. Qaysiki xato? Mana bu qoidamizga to'g'ri kelmayapti. Esinglarda bo'lsa, k harfi demak, so'z boshida ko deb kelayotgan bo'lsa, so'z boshida kelgani uchun qanday o'qilish kerak edi? Ko deb o'qilishi kerak, ya'ni k deb talaffuz qilinishi kerak. Nega? Chunki
Qoida shunaqa, lekin bu yerda ChatGPT bizga G deb chiqazib beryapti. Shuning uchun AI ga ishonib bo'lmaydi. Bu shunchaki gallyutsinatsiya qiladigan mashina hisoblanadi. Hamma narsaga ham ishonaverish kerak emas. Mana bu yerda ham o'ninda Y qo'yganman. Xullas bir balo qilib chiqazib bergan. Xullas o'qilish qoidasiga keladigan bo'lsak, mana shu saytimizdan foydalanib o'qib boringlar. Bundan tashqari har bir harfni to'g'ri o'qilishi shu kabilar bo'yicha juda ham to'liq qo'llanmalar mavjud. Xo'p, K harfiga va T harfiga to'xtaladigan bo'lsak, bitta bu qism bo'yicha o'rgatib ketmabman. Bu harflarimiz, demak, so'z boshida, so'z o'rtasida qanday kelishini o'rgatdim. So'z boshida demak K ekan, K harfimiz, so'z o'rtasida G ekan, lekin pachimda kelsa-chi? Pachimda kelsa, demak, yana K deb o'qiladi. Lekin muammo bor. Agar pachimda kelgandan keyin undan keyingi bo'g'in unli bilan boshlansa, mana bu I harfi I bilan boshlanyapti. Bu nuqtamiz, dumaloq shaklimiz N harfi bo'ladi, lekin unli bilan kelganda yo'qoladi. Shuning uchun demak, o'zi asl qoida bo'yicha ba'zi bo'g'inlar unli bilan boshlanishi mumkin, lekin boshqa qoida bo'yicha har doim birinchi harfimiz undosh bo'lishi kerak bo'lgani uchun mana bu yerda N harfidan boshlanishi kerak bo'ladi va lekin talaffuz qilinmaydi, o'qilmaydi. Shuning uchun keyingi bo'g'inimiz I harfi bilan boshlangani uchun mana bu K'miz endi ikkita unlining o'rtasida bo'lib qoldi. Shuning uchun demak bu yerda G deb talaffuz qilinadi. Misol K U G kugi deb talaffuz qilinadi. Kuk degani sho'rva, I qo'shimchasi bo'lsa, bu qandaydir aniqlovchi sifatida qo'shiladigan qo'shimcha hisoblanadi. Bu qo'shimcha haqida ham keyingi darslarimizda o'rganib boramiz. T harfida ham xuddi shunday. Pachimda kelgan T ba'zida undan keyin unli keladigan bo'lsa, demak, ikkita unlining o'rtasida bo'lib qolgani uchun T harfimiz ham D deb talaffuz qilinib ketishi kerak bo'ladi.